Barchaga salom. Afsuski bu kun keldi. Bu xayrlashuvimning birinchi qismi. Mavsum oxirida Liverpoolni tark etaman. Shuni aytishim kerak. Men bu qanchalik katta klub ekanini tasavvur ham qilmagandim. Bu shahar va insonlar hayotimning bir qismi bo'lib qolishadi. Liverpool bu shunchaki futbol klubi emas. Bu ehtiros, tarix va ruhiyat. Bu oilaning bir qismi bo'lmaganlar uchun buni so'zlar bilan tushuntirib berishim qiyin. Biz g'alabalarni nishonladik, eng muhim sovrinlarni qo'lga kiritdik va hayotimizdagi eng qiyin davrlardan birgalikda o'tdik. Bu vaqt davomida men bilan klubda birga bo'lgan barchaga rahmat aytaman. Ayniqsa jamoadoshlarim, avvalgi va hozirgilarga. Albatta muxlislar. Bu tashakkurimni ifodalaydigan so'zlarni topishim qiyin. Faoliyatimning ajoyib lahzalarida sizning qo'llashingiz va qiyin davrlarda ortimda tog'dek turib berganingizni hech qachon unutmayman. Umrbod buni yuragimda saqlayman. Ketish hech qachon oson emas. Siz menga hayotimning eng zo'r davrlarini berdingiz. Men doimo sizlardan bo'lib qolaman. Bu klub doimo mening uyim va mening oilam bo'lib qoladi. Hammasi uchun rahmat. Siz sababli men hech qachon yolg'iz bo'lmayman.